20-iyun sanasi 2026-yil haftaning 6-kuni bugun do'stlar. Assalomu alaykum hurmatli kanal kuzatuvchilari, sog'misizlar? Yurtimiz tinchlig'iga ko'z tegmasin, yurtdoshlarimiz sog' salomat bo'lsinlar. Amudaryo suvini ko'rsatish uchun keldik, xudo xolasa. Do'stlar, suvimiz biz o'ylagandan ham yuqori darajada ko'tarilibdi. Oqish tezligi ham ancha yuqori, ko'rib turganingizdek. Shunday tez oqib turibdi. Avvalgi videolarimizda shu taraflarda suv yo'q edi. Hozir suv mo'l, xudoga shukr. Duo qilib qo'ying ko'proq. Suvimiz mo'l bo'lsin dedik, dehqonchiligimizga, chorvamizga foydasi katta dedik. Xudoga shukr, duolaringiz ijobat bo'ldi, xursand bo'laveringlar. Amudaryoni sog'ingan do'stlarimizga tashakkur qo'yamiz. Mumkin emas, Amudaryomizda suv sathi biz o'ylagandan ham ancha yuqori ko'tarilibdi. Suvimiz mo'l bo'laversin, dehqonchiligimizga, chorvamizga, hamma narsamizga yaxshi. Даже havomiz ham yaxshi, suvimizni ko'p bo'lgani, xudo xolasa. Inshaalloh. Gap yo'q. Bir chiroylisindan like bosib qo'yamiz. Amudaryoni sog'ingan do'stlarimizga tashakkur qo'yamiz. Yurtimizni tinchlig'iga ko'z tegmasin, yurtdoshlarimiz sog' salomat bo'lsinlar. O'zlaringizni asranglar, musofirliklar, oltin boshlaringiz omon bo'lsin. Oilangizni bag'rina, el va yurtingizga sog' salomat bo'lib tashib kelinglar. Sog' bo'linglar do'stlar.